Mana emas To'qajonimga, mana bu atmosferani, bog'ni ko'rsat, bog'ni. To'qajon shahardan uy olsam agar havuz toza emas deysizmi? Shu gapingiz uchun shu bog'ni oldidan 2 xonalik uy topib qo'ydim sizga. Mana bu kuxnyasi bo'lyapti. Obzorni boshladik. Barcha jihozlari qoladi. Kirasiz, yashaysiz. Uyimiz 2 xonalik qilingan, 45 metr kvadratdan iborat. 8 etajli g'ishtli liftli domni 7-qavatda joylashgan. Kiraverish eshigi, kirdisk prixojka, prixoj mebellari ham qilib qo'yilgan To'g'ajon. Mana bu chap qo'lda esa sanuzilimiz bo'lyapti. Kiring, tomosha qiling. Dizayn ajoyib. Addushi ishlaganlarda uyning egasi mana bu TV zonani qarang, qanaqa qilib qo'yibdilar. Miyaqki zonalari bor, o'ng kishi sig'adi bemalol. Mana bu esa yotoqxonamiz, spalni xonasi bo'lyapti. Lokatsiyani qaytarib o'taman. Sherbudin restoranidan kelaverishda aeroportga yetmasdan ekobog'ni shundoqqina oldida joylashgan. Narxi atigi 35.900 To'g'ajon. Pastda nomerlar qoldiramiz, qo'ng'iroq qiling, ajoyib xonadon.